Arzon osh sotgani uchun tadbirkor jazolandi. Qozonlar ichidan 200 kilogrammga yaqin narkotik topildi. Yil boshidan beri 30 mingdan oshiq odam avtobus pulini to'lamagani aniqlandi. Endi yuk mashinalari uchun shahar ichida ruxsatnoma kerak bo'ladi. Benzin narxi rekord darajaga yetdi. Rossiya migrantlarni chiqarib yuborish uchun yana yangi qoidalar o'ylab topdi. O'zbekistonning oltin zaxiralari kamayib ketdi. Makkada yuzlab o'zbekistonliklar vatanga qayta olmay qoldi. Paynet to'lov tizimi 90% banklardan ko'p foyda oldi. Bu qisqa anonsiyada oldinda so'nggi 7 kun ichida qayd etilgan eng muhim ijtimoiy, jinoiy va iqtisodiy yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Qozonlar ichidan 200 kilogrammga yaqin narkotik topildi. Surxondaryoda o'tkazilgan tezkor tadbirda yirik miqdordagi giyohvandlik moddasi musodara qilindi. Termiz avtoyo'l chegara punktidan kirib kelgan yuk mashinasi tekshirilganda 750 ta qozonning 210 tasiga yashirilgan narkotik aniqlangan. Umumiy og'irligi qariyb 190 kilogramm bo'lgan gashish moddasi noqonuniy olib o'tilayotgani ma'lum bo'ldi. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari davom etmoqda. Toshkentda avtobus haqini to'lamagan 30 ming kishi jazolandi. Yil boshidan beri avtobuslarda yo'l haqini to'lamagan 32 mingdan ortiq holat aniqlangan. Har bir holat bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, qoidabuzarlarga nisbatan choralar ko'rilgan. Nazorat reydlari 28 ta yo'nalishda kuchaytirilgan va elektron monitoring tizimi orqali kuzatuv olib borilmoqda. Kredit to'lamaslik uchun Turkiyada yashiringan fuqaro ushlandi. Yirik miqdordagi kreditni olib, uni qaytarmasdan Turkiyada yashirinib yurgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Samarqand viloyatida tug'ilgan 37 yoshli fuqaro O'zbekiston va Turkiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari hamkorligida aniqlanib, qo'lga olingan va mamlakatga qaytarilgan. Hozirda unga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkentda Dostavshik ofisdan 50 ming dollar o'g'irladi. Jinoyat ishida 3 nafar shaxs gumonlanayotgan bo'lib, orasida shu MCJda haydovchi bo'lib ishlagan odam ham bor. Haydovchi ofis haqidagi barcha ma'lumotlarni, jumladan seyf joylashuv va kalitni taqdim etgan. Shuningdek, jinoyatchiga e'tibor tortmaslik uchun samokat, yetkazib beruvchi sumkasi va kaska ham bergan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilarga 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tahdid qilmoqda. Arzon osh aksiyasini reklama qilgan tadbirkor jarimaga tortildi. Xorazmda tadbirkor Instagramda 7000 so'mlik osh aksiyasini reklama qilgani uchun jazolandi. Tekshiruvda aksiya ruxsatsiz tashkil etilgani aniqlangan. Qonunchilikka ko'ra bunday tadbirlar ommaviy aksiya hisoblanadi va oldindan ruxsat talab etiladi. Sud qarori bilan tadbirkorga 2 million 60 ming so'm jarima belgilandi. U o'z aybini qisman tan olib, bunday tartibdan xabari bo'lmaganini bildirgan. Andijon viloyat hokimi o'rinbosari pora bilan ushlandi. Isomiddin Ismonov fuqaroga tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun Bobur shahri hududidan davlat zaxirasida bo'lgan 20 sotix yer maydonini nomiga rasmiylashtirib berishini bildirgan. Buning uchun 50 ming dollar so'ragan. Tezkor tadbir davomida pulni olayotgan paytda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Holat yuzasidan bir necha moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi hibsga olingan. 6 milliard so'mdan oshiq kripto aylantirgan shaxs ushlandi. Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi tekshiruvda gumonlanuvchi P2P operatsiyalar orqali 556 ming USDT dan ortiq mablag'ni noqonuniy aylantirgani aniqlangan. U byudjet platformasi orqali faoliyat yuritgan va litsenziyasiz kripto savdosi bilan shug'ullangan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. 2 milliard so'mlik QQSni noqonuniy qaytarish sxemasi fosh etildi. Chirchiq shahrida qalbaki hujjatlar orqali byudjetdan QQSni noqonuniy undirish holati aniqlandi. Guruh 20 milliard so'mlik soxta aylanma va xizmatlar bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirib, 2 milliard so'm QQSni MCJ hisobiga qaytarib olgan. Buning evaziga 340 million so'm xizmat haqi talab qilingan. Tezkor tadbirda sxemaga aloqador 4 nafar shaxs qo'lga olinib, jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qo'shtepa tumanida yer savdosi bilan bog'liq firibgarlik fosh etildi. Farg'ona viloyatida fermer xo'jaligi rahbari 3,7 gektar yer maydonini 7 gektar deb ko'rsatib, rasmiylashtirib berish evaziga katta miqdorda pul talab qilgan. U fuqaro bilan 20 ming dollar va 100 million so'mga kelishgan. Tezkor tadbir davomida fermer kelishilgan pulning 15 ming dollarini olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkentdagi bozorlarning ayrim qismlari yopildi. Poytaxtda o'tkazilgan tekshiruvlarda bozorlarda yong'in xavfsizligi qoidalari qo'pol buzilgani aniqlangan. Shu sabab Aviasozlar dehqon bozori, Shayxontohur dehqon bozori, Askiya bozori va Chilonzor buyum bozorining ayrim bloklari vaqtincha yopildi. Rasmiylarga ko'ra, bloklar kamchiliklar bartaraf etilgunga qadar faoliyat yuritmaydi.
Endi yuk mashinalarga shahar ichida ruxsatnoma kerak. Yangi qonunga ko'ra, yirik gabaritli va og'ir vaznli transport vositalari faqat maxsus ruxsatnoma bilan harakatlanadi. Shuningdek, avtomobil yo'llarida sun'iy to'siqlar va notekisliklar yaratish taqiqlanadi. Mazkur o'zgarishlar yo'l harakati xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Harbiylar pensiyasi oshirilishi mumkin. Oliy Majlisda harbiylar va ularning oilalarini pensiya bilan ta'minlashga oid qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Loyihaga ko'ra 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiylar uchun pensiya hisoblash ish haqining ulushi 75% dan 100% gacha oshirilishi mumkin. Shuningdek, pensiya hisoblash bazasini 10 baravardan 12 baravarga oshirish taklif etilmoqda. Kitob o'qigan harbiylarga elektromobil beriladi. 2026-yildan boshlab harbiylar o'rtasida 4 bosqichli kitobxonlik tanlovi har yili o'tkaziladi. Yakuniy bosqichda 4 nafar g'olib elektromobil va diplom bilan taqdirlanadi. Boshqa sovrindorlar pul mukofoti oladi. Shuningdek, harbiy xizmatchilar uchun oliygohlardagi masofaviy o'qish va imtihonlarga tayyorlov kurslari yo'lga qo'yiladi. Davlat idoralarida xodimlarga ajratiladigan maydon 2 baravarga qisqartiriladi. O'zbekistonda bir xodimga to'g'ri keladigan ish maydoni 27 kvadrat metrdan 12-15 kvadrat metrgacha kamaytirilishi rejalashtirilmoqda. Bu orqali ortiqcha binolar va maydonlarni iqtisodiy aylamaga kiritish ko'zda tutilgan. Rejaga ko'ra 4.9 million kvadrat metr maydon bo'shatilib, savdo va ijaraga chiqariladi. Mazkur o'zgarishlar davlat mulkidan samaraliroq foydalanish va xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan. Rossiyada o'zbekistonliklarning 2 million rubl maoshi qaytarildi. Tobolsk shahrida ishlayotgan 26 nafar o'zbekistonlikning ish haqi to'lanmay kelgani aniqlangan. Gap fevral-mart oylariga tegishli 2 million rubldan ortiq mablag' haqida borgan. O'zbekiston bosh konsulxonasi aralashuvdan so'ng ish beruvchi qarzdorlikni tan olgan. Muzokaralar yakunida ushlab qolingan maoshlarni to'liq to'lab berishga kelishilgan. Rossiyadan migrantlarni chiqarib yuborish uchun asoslar 2 baravar oshiriladi. Rossiya Davlat Dumasining yangi qoidalariga ko'ra, jamoat tartibini buzish, politsiya talablariga bo'ysunmaslik va transport infratuzilmasiga to'sqinlik qilish ham deportatsiya uchun asos bo'lishi mumkin. Shuningdek, internetda haqoratli materiallar tarqatish yoki Rossiya armiyasini obro'sizlantirish ham yangi ro'yxatga kiritilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda 72 ming xorijlik qonunbuzarlik sabab mamlakatni tark etgan. Makkada 170 dan ortiq o'zbekistonlik vatanga qayta olmayotgani aytildi. Ular xususiy tur firmalari orqali umra ziyoratiga borgan, ammo tashkiliy muammolarda kamchiliklar sabab ortga qayta olmay qolgan. Ziyoratchilar orasida ko'plab keksa va surunkali kasallikka chalingan fuqarolar ham borligi aytildi. O'zbekiston bosh konsulxonasi diplomatlari mehmonxonalarga borib, vaziyatni o'rgangan. Rasmiylarga ko'ra, bunday holatlar litsenziyasiz faoliyat yuritayotgan tur firmalari sabab ko'paymoqda. Imkoniyati bor fuqarolarga o'z hisobidan aviachipta olib ketish tavsiya qilingan. Madaniyat vazirligi san'atkorlar uchun soliqdan yengillik so'radi. 1-sentyabrdan konsert tomosha xizmatlarini bir xizmat bir to'lov tamoyili asosida soliqqa tortish rejalashtirilmoqda. Bu tartibga ko'ra, har bir chiqish alohida ro'yxatdan o'tkazilib, soliq undiriladi. Madaniyat vazirligi esa loyihaga e'tiroz bildirib, san'atkorlar allaqachon soliq to'layotganini ta'kidladi. Vazirlik soliq stavkalarini yumshatish, tabaqalashtirilgan yondashuv joriy etish va tizimni adolatli qilishni taklif qilgan. Loyiha hozircha muhokamada, yakuniy qaror jamoatchilik fikridan kelib chiqib qabul qilinadi. Go'sht importiga subsidiya beriladi. O'zbekistonda go'sht narxlarini barqarorlashtirish uchun yangi subsidiya joriy etildi. 1-apreldan 1-avgustgacha go'shtni havo orqali olib kirishda transport xarajatlari 50% gacha qoplab beriladi. Shuningdek, yil oxirigacha import qilinadigan nasldor qoramol uchun ham 10% subsidiya beriladi. Bunda miqdor har bir bosh uchun 4 million so'mdan oshmasligi shart. Benzin narxi rekord darajaga chiqdi. 6-aprel kuni AI-92 narxi 3.4% ga oshib, 1 tonnasi 13 460 ming so'mdan oshdi va yangi rekord qayd etdi. Aprel boshidan beri narxlar 507% ga ko'tarilgan. Bunga Rossiyaning benzin eksportiga qo'ygan taqiqi sabab bo'lmoqda. Dizel yoqilg'isi esa atigi 2 kunda 17,5% ga qimmatlashib, 16 170 ming so'mga yetdi. Shu bilan birga sotuv hajmi keskin kamaydi. Mutaxassislar narxlar oshishini Yaqin Sharqdagi keskinlik va jahon neft bozoridagi o'sish bilan bog'lamoqda. O'zbekistonning oltin zaxiralari keskin kamaydi. 1-aprel holatiga ko'ra, mamlakatning oltin valyuta zaxiralari 69 milliard dollarni tashkil etdi. Mart oyida zaxiralar 8 milliard dollarga kamaygan. Bunga asosan oltin narxining pasayishi sabab bo'lgan. Xususan, oltin narxi 5174 dollardan 4554 dollargacha tushib, zaxiralarga bosim qilgan. Shu bilan birga oltinning fizik hajmi oshib 416 tonnaga yetdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston 2025-yil oktyabrdan beri oltin sotmayapti.
O'zbekistonda qurilish bozorini Xitoy kompaniyalari egallamoqda. 2026-yil boshiga kelib, mamlakatda qurilish sohasida 1160 ta xorijiy kompaniya faoliyat yuritmoqda. Eng katta ulush 495 ta kompaniya bilan Xitoyga tegishli. Bu deyarli umumiy bozorning yarmiga teng. Ikkinchi o'rinda Turkiya 273 ta kompaniya bilan turibdi. Ular asosan turar joy va shaharsozlik loyihalarida faol. Shuningdek, Rossiya, Qozog'iston va Janubiy Koreya ham qurilish bozorida sezilarli ishtirokka ega. O'zbekistonda odamlar uy ta'miri uchun eng ko'p xarajat qilgan. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, fuqarolar daromadining asosiy qismi uy-joy ta'miriga sarflanmoqda. So'rovda qatnashganlarning 67% daromadi oshishini kutayotganini bildirgan. 25% esa barqaror qoladi deb hisoblaydi. Respondentlarning 76% esa kelgusida xarajatlarning oshishini prognoz qilgan. Past va o'rta daromadlilar asosan uy ta'miri va ta'limga pul sarflayotgan bo'lsa, yuqori daromadlilar avtomobil, uy xaridi va sayohatga ko'proq mablag' ajratmoqda. Zargarlarga katta soliq imtiyozi berildi. Endilikda zargarlik bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga to'langan QPSning 80% qaytariladi. Yangi tartib 2026-yil 1-yanvardan 2028-yilgacha amal qiladi. Qaytarish soliq hisobotidan keyin 3 oydan kechiktirmay amalga oshiriladi. Buning uchun tushumning kamida 80% zargarlik savdosidan bo'lishi va soliqlar to'liq to'langan bo'lishi shart. Amir Temur tavalludiga bag'ishlab tangalar chiqarildi. Markaziy bank chiqargan bu tangalar sof oltin va kumushdan tayyorlangan. Ularning og'irligi 31 gram va 999,9 asillik darajasiga ega. Tangalarning dizayni o'ziga xos. Ularning bir tomonida Amir Temurning portreti, Toshkent va Samarqanddagi haykallari tasvirlangan. Orqa tomonda esa O'zbekiston gerbi, nominal qiymati 100 ming so'm tasvirlangan. Bundan tashqari tangada Temur tuzuklaridan hikmatli so'zlar ham bor. Tangalarning narxi oltin va kumushning jahon bozoridagi narxiga qarab o'zgarib boradi. 10-aprel holatiga ko'ra oltin tanganing narxi 61,400,000 so'm, kumush tanga esa 1,800,000 so'm etib belgilangan. Paynet 90% banklardan ko'proq foyda oldi. 2025-yil yakuniga ko'ra Paynetning sof foydasi 395 milliard so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 40% ga o'sib, kompaniya deyarli 90% banklardan ko'proq foyda qilganini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga daromad 53% ga o'sib, 1,7 trillion so'mdan oshgan va kompaniya davlat byudjetiga 70 milliard so'mdan ortiq daromad solig'i to'lagan. So'x tumaniga 100 million dollar investitsiya qilinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida So'x tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Hududga jami 100 million dollar investitsiya jalb qilinishi ko'zda tutilgan. Shundan 60 million dollari tumanning turizm va tibbiyot salohiyatini oshirishga yo'naltiriladi. Shuningdek, tijorat banklari tomonidan mahalliy tadbirkorlarning 300 ta loyihasi uchun 64 milliard so'm ajratilishi ko'zda tutilgan. Bundan maqsad tumandagi ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish hamda yangi ish o'rinlari yaratish ekanligi aytildi. Bu haftalik Dajjasida kelgusi haftaning eng muhim yangiliklari bilan yana ko'rishamiz. Tanga o'zini kuzatishda davom eting.